Assalomu alaykum. Demak, LeetCode'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolni 18-savolni boshlaymiz. Bizga shunaqa savol berilgan. Savolimizning nomi Queries Quality and Percentage. Demak, bizda shunaqa table bor. Table'imizda queries deb nomlangan. Unda query name, result, position, rating degan kolumnlar bor. Demak, position degan kolum 1 dan 500 gacha bo'lgan raqamlarni saqlar ekan. Rating degan kolum 1 dan 5 gacha bo'lgan raqamlarni saqlar ekan. Demak, ushbu table o'sha databasedagi run bo'lgan querylarni haqida ma'lumot saqlaydi. Biz endi shunaqa javob topishimiz kerak. Javobimizda yangi quality degan kolum qo'shishimiz kerak. U quality degan kolum nima desa, mana bu rating bilan positionni bo'linmasini average, ya'ni bizdan shunaqa narsa so'ralgan. Mana bu yerda aytgan the average of ratio between query rating and its position. 5 ni 1 ga bo'lamizda, aynan misol uchun ikkita query bor ekan, dog bilan cat. Misol uchun dog case'ida 5 ni 1 ga bo'lamiz, yangi kolum qo'shamizda, misol uchun 5 ni 2 ga bo'lamiz, 1 ni 200 ga bo'lamizda, mana shu chiqqan javoblarni endi uchalasini o'rtachasini olsak, mana shu bizda average quality bo'lgan. Endi poor query percentage bor ekan, the percentage of all queries with rating less than 3. Mana bu ratingni 3 dan kam bo'lgan querylar, demak poor query hisoblanar ekan. Mana bu yerda aytib qo'ygan, mana query with rating less than 3 is a poor query. Ya'ni ratingi 3 dan past bo'lsa, demak u query yaxshi ishlamagan deb hisoblanar ekan. Endi o'shani optionga nisbatan foizi necha? Misol uchun mana bu yana shu dog querysini olsak, faqatgina bitta holatda bizda rating 1 bo'lgan, ya'ni 3 dan kichkina. Endi o'sha 1 da общий son, общий bizda 3 ta rekord tushganmi? Demak 1 da 3 ga bo'lib 0.33 chiqadi. 100 ga ko'paytirib qo'ysak 33% o'sha bizdan so'ralgan javob chiqar ekan. Demak, endi qanday yozamiz? Men database ga yuklab oldim. Yana ham yaxshiroq tushunarli bo'lish uchun birinchi aytganimdek yangi kolum qo'shib, mana bu yerdan rating bilan position'ni bo'linmasini topishimiz kerak. Rating bo'lingan position. Endi qarasa integer pointda chiqarib berdi hammasini. Lekin bizga decimal point ham kerak. O'shaning uchun mana buni ko'paytirib qo'yaman 1.00 ga. Mana. Demak, bizga kerakli rezultat chiqdi. Endi mana shuni average'ini olishim kerak. Average yozaman-da. Endi bundan oldin demak faqat query name ni yozib, endi shu bo'yicha gruppalayman. Group by query name. Mana catniki shunaqa chiqdi, dogniki shunaqa chiqdi. Bu bizda quality degan kolum. As quality. Endi men buni round qilib qo'yishim kerak ikkinchi birlikgacha. 0.66 2.50 chiqdi. Endi ikkinchi kolumni calculation qilishimiz kerak. Poor query percentage. Buning uchun nima qilamiz? Har birini misol uchun 3 dan kichkina bo'lsa, o'shani общийga bo'lishimiz kerak. Xo'sh, shuni qanday topamiz? Demak, bizda faqat 3 dan kichkina bo'lsa, o'shani общий rezultatga bo'lsa, javobimiz chiqadi. Endi biz shunaqa case yozishimiz kerak. Case when rating
3 then 1 else 0. Shunaqa case yozdim hozir. Agar rating degan column 3 dan kichkina bo'lsa, tak mana buni pastga yangi query ga olib ko'rsatsam, yana ham sizlar uchun tushunarliroq bo'ladi. Start tak, agar rating 3 dan kichkina bo'lsa 1 qo'yib bersin, bo'lmasa 0 qo'yib bersin. Endi men qanaqa logik ishlatmoqchiman? Mana shuni o'ziga average ishlataman. Average nima qiladi? O'zi average ni ishlashi o'rtachasini topadi. Mana bu 3 ta kolon bir-biriga qo'shadi. Misol uchun 0 plus 0 plus 0 1 qiladida, 3-kolonimiz, 3-rowimiz bizda 1 ga teng-ku. 1 qiladida, option nechta row bor? 3 tami? Demak 3 ga bo'lib yuboradi. O'shanda bizda doc queries uchun 0.33 degan rezultat chiqadi. Buni prosta 100 ga ko'paytirib qo'yamiz. O'shanda 33% chiqadi. 33.3 chiqadi. Xuddi shu narsani hozir mana bu yerda mana yozdim. Bu quality column as quality. Bu esa poor query percentage. Endi mana bu rezultat chiqdi. Shuni endi ustida average yozishim kerak. Average. Mana shu columnni average'ini topsin. Topgandan keyin prosta 100 ga ko'paytirib qo'yaman. Mana xuddi biza kutganday rezultat chiqdi, faqat men buni ham round qilib qo'ysam, yaxlitlab qo'ysam, shunaqa yaxlitlangan javob so'ralgan ekan. Men biza xohlaganday javob chiqdi. Endi olamanda buni yozib submit qilaman. Javobimizni qabul qildi. Endi submit qilaman. Javobimiz to'g'ri chiqdi. 74% javoblardan ko'ra yaxshiroq chiqdi. Demak, 18-savolni ham tugatdik. Bizning keyingi savol 19-savol bo'ladi.